Navbatdagi aksiyamizda Cobalt avtomobilimiz oladi. 2022 yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Tannarxi 110 million so'm. Krediti oldindan to'lovsiz qaynatorish xarajatlarini namozlarimiz to'lab beramiz. Oylik to'lovlari 5 ila 4 million 200 ming so'mdan tushadi. Bir qator ko'rib o'tadigan bo'lsak, balonlar hali toza holatda turibdi. Midnight diskara qo'yilgan. Midnight farlar. Metan gaz balonlar uстановка qilingan. Salondan keladigan bo'lsak, polik chexolla giyizilgan. Bosib o'tgan masofasi 115 ming kilometr. Kraskalarni ustalarimiz bilan kelib tekshirtirib olaverasizlar. Avtomobilimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, sizlarni diğer haftada kutib qolamiz. Pastda telefon nomerimizni qoldiramiz.